Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Чарбаңыздарга береке. Буйруса чарбаңыздарга сиздер алыстан уккан торнадо дробилкасын алыңыздар. Биз бүгүн Жалал Абад шаарына келдик. Жалал Абад шаарына Өзбекстандагы легенда болуп аткан таанымал ушу дробилка торнадону сиздер көрүп жүрөсүздөр. Буйруса ушул Жалал Абадка филиал ачылыптыр. Элден калбай биз дагы сиздерге бир фермерлерге пайдасы тийсин деп ушул торнадо дробилкаларны алыстан угуп биз дагы келип отурабыз. Ушул жерде бир цех ачылып, көрүп атасыздар, торнадолор дробилкалары түр-түрү менен тизилип турган мезгили. Мына ушул филиалдын жетекчиси Марыпжан акабыз мына Жалал Абад шаарында өзү мына устачылыгын улантырып, буюрса торнадону Кыргызстанда чыгарып атат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар ака? Иштериңиз жакшы өтүнсүзбү? Жакшы болду. Жакшы өтүнсүзбү? Сиз Keldik. Yaxshi aka, mana xudo xolasa biz O'zbekistonda nomer 1 bo'lgan dробилка, торнадо дробилкасini Жалал Abadda filialini ochganmiz. 1-2 oy bo'lib qoldi, 3-4 oy ham bo'ldi, xudo xolasa. Shularda barini hozir universal dробилкаларni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Qanday xususiyatga egaligini, hammasi universal. Bitta gap aytsam bo'ladimi aka? Biz O'zbekistonga Arashan qo'ylarni ko'rgani borganda shunday dробилкаларды көрүп aytgan elek-da. Shu dробилкадан bizga olib borib berasiz, granitsadan olib o'ta olmaymiz degan edi. Shunday. Endi zo'r bo'lib turdi, mana Жалал Abadga kelibchi. Xudo xolasa, shunday aka. Xudo xolasa hozir mana shu dробилкаларimiz barini chiroyli qilib tortib, ko'rsatib chiqarib beramiz. Barini tortadi universal. Prosta vaqtdan boshida aytib qo'ying, bari universal, ha? Ha, bari universal. Vaqtdan yutish uchun setkalarni alishtirib qo'yganmiz. Ha, bo'ldi. Bu hamma narsani chiqaradi. Endi tishlariga kelsak aka, mana bu mahaviylik pichoqlarimiz mustahkam, qalin pichoq, malatko'ylik. Mana aka. Buni listdan ham qilamiz aka. Mana bu jiguli mahaviydan ham qilamiz aka. Mustahkam bo'ladi. 10 kilodan ziyod. Bishiq. Mustahkam degan qirg'izchasi bishiq. O'ta chidamqayda. Shunday aka. Mana tishlari ushul zo'r kesadi, ana shu tishlari. Ha, shunday aka. Bu murdagi boya kashilkaning tishida ekanda, ha? Zakaz bilan keladi bularga. Zo'r, mana shu hammasi zakaz bilan keladi. Ko'p toshqa sinmaydi-a bu, o'ng'aychilik bilan sinmaydi. Yo'q, sinmaydi. Pichoqlarga garantiya beramiz aka. Bo'ldi. Hozir bu tornadoning fishkasi pichog'i-da o'zi. Ha, shunday aka. Juring aka. Mana ularning ichidagi pichog'i bir bardigi. Ichida bari pichog'i bir xil. Aha, figurasidan ayirmasi bor. Ha, figuralari ko'proq, ko'pchilik yumaloqcha yumaloq, bu cho'ngroq desa bu har xil fasonda qilganmiz. Bo'ldi. Fasonda ayirma bor. Mana tog'olog'i, mana tikburstusi, no'landan biraz cho'ngrog'i, tetyoqdan biraz cho'ngrog'i. Motor o'xshash, jez motor-a buni? Ha, bularda bari jez. Alyuminiylar naryoqda. Alyumin qo'yib ber desa, alyumin qo'yib beraveramiz. Alyumin da qo'yib beradi. Kimga qanday motor desangizlar bo'ldi. Ayirmasi fasonunda, anan motorunda bo'ladi. Tishi bari o'xshash. Ikki fazalar. Aytavering ham aka, bir chetdan tanishtir. Endi aka, men hozir mashitda aka. Aha. Короче, любойга samandı, jemdi, çöp tasasa любой işleyveradi, ha? İşleydi aka. Bo'ldi. Просто hammasi ishlaydi. Setkadan uga qaçırbayıq deb, buga boshqa setka, buga boshqa setka qo'ygan. Bir chetdan ko'rib qo'yingizlar, buni cho'ngi 3 faza, qolgani 2 faza. To'g'ri. Aka, men hozir qo'yib olib qilib, somonni chiqarib ko'rsatib beraman. Ha, bo'ldi. Bismillah. O'zi arashini o'ttir bilasizlar, ha? Maşallah. Kişiye вообще bazar yok. Bishkekte qancha dробилканы ko'rdim, samanni bundan chiqara olmaydi. Septe öyle 40 chiqaradi da. Demek tishiga tam berish kerak. Shamol bo'lib ketdi aka. Ha, bo'ldi. Men bir bala aytayinmi? Siz uqpay qoldingiz o'xshaydi. Samanni shunti qirqqan bo'lsa-chi, uningizlarga вообще so'z yo'q. Ko'p dробилкаларды samanni mana chiqarib tashlaydi aka. Shu pichi-pichile maydalaydi, bunday qilib uzun-uzun qilib chiqarib tashlaydi samanni-chi. Va bede bilan zo'r aralashtira olmay qoladi-da. Mana buni qarang. Qo'y buni yegandan keyin ozgina kepasi bersa, semirib yotaveradi. Bedeni budan ham zo'r qilsa kerak, ha? Ha, bedaga aka umuman setga qo'ymay chiqasiz. Bu setga surib. Ha, setga. Ha, umuman olib tashab chiqarasiz. Bedeni ham shunday qilib qilqav. Shunday qilib qiladi aka. Arasini o'ttir, mechta aytayotgan dробилкаларыңыздар chiqdi. Nega deysizlarmi? Kusok qilib
qirqat ekan-da. Ko'pchiligingizlar bilasizlar. Monta berib, bag'i bedeni chang qilib tishlaydilar. Bu bedeni da shunday turib 4 qilib kesadi. Fishkasi boyag'i tishinda. Shunday aka. Mana bu paxta paya, ha, o'za paya deb qo'yadi, paxtaning nimasi. Marinadayli qattiq bo'ladi. Buni ham chiqarib ko'rsatib beraymi aka? Mana hozir bitta chiqaring. Bismillah. Mana buni chiqarib beraman aka. Bo'ldi, mana. Tog'alog'i. Tishidagi bir, motoridagi bir. Bo'ldi, o'chib tishdan. Bu shamol qatı bo'layotgan cho'ng setkani qo'yasizlar. Mana janoqlarni kusok-kusok. Bunun ortiqchiligi bu tishining mana kusok-kusok qilib turib kesib beradi ekan. Yo'q qilib aka bu. Mana kusok qilib kesib beradi ekan. Molga jegani o'ta yaxshi. Aka, pichog'ini mustahkamligini sinab hozir. Mana shu ko'ryapsiz mana. Reyka. Reyka, ha? Mana aka. Yog'i tapchan jasab, tapchaning tagida turgan reyka ekan, ha, shu. Ha, shunday aka. Mashina aka pichog'ini sinagani, baquvvatligini sinagani mashina chiqarib ko'rsatib beraman. Bo'ldi. Bosing. Bismillah. Tornado. Bo'ldi. Oyog'i chiqib ketdi. O'chiravering. Mana jig'ashni chiqargani turganlar. Mana reykani qanday qilib chiqaradi, ha? Mana. Bu mana yerini qatirmay qoldingiz-da? Ha, shunday. Sho'ga chiqib ketdi. Atak o'zining chiqqanini qarangizlar. Mana taxtani ham aka yo'q qilib aka. Maydalab tashlaydi. Aka, mana endi ochib ko'rsataman hozir. Bu to'xtagan yo'q. Bo'ldi. Mana tishini. Bu ilgayini aka qadamagan ekan. Mana chiqib qoldi. Bo'ldi. O'shan mana ilgayi bor-da aka. Ha, bo'ldi. Shuni qadamagan ekan aka. Ilgak bor ekan o'sha yerda. Hozir bu to'xtasa aka, tishini ko'rasiz. Bo'ldi. Mana o'g'acha mana 3 faska mana ular. Ha. Bu 3 faza aka, universal. Bular qatori hamma yo'lda chiqaradi. Ha. Buni ustini ham alishtirib, donga tepasini ustini alishtirasiz. Buni hozir prestik, ha? Ha, mana 120 lik press aka, solib qo'yganmiz. Buni oxirida buni qozonchiga bor ekan, o'zincha az ko'rsatamiz, jemga ekan. Oxirida chiqarib ko'rsatamiz aka. Mana bu. Hozir to'xtasin, buni ko'rsatib qo'yayim. Mana bu jemga. Ha, bu aka bir sag'anda qancha bir 3 ta meshak botadi, 3 meshak. Aka bunga 200 kilo, 250 kilo. Mana. Oho, minimum 4 ta. Solib, obaytdan ochib qo'yiladi. Ha, bo'ldi. U boyagi katta tegirmenlarga ishlatsa-da bo'layotgan-da. Shunday aka. Ob'yomda olib beradi. Shunaqa aka. Bo'ldi. Universal. Mana tish to'xtadi. Mana universal. Mana aka. Videoda uzganimiz yo'q. Xudo xolasa mana to'xtatyapman. Tishlarni ko'ring aka mana. Qati egilib ketgan, qati sinib ketgan. Mana shu tishlar kesadi ekan-da. Mana shu tishlar qattiq, juda pishiq. Mashaalloh. Mash pichoqdan qo'yamiz aka. Malat qo'ylari ham mana aka, butma-butun turibdi. Birortasi egilib ketmagan aka. Bo'ldi. Shu Tornado olganlar maza qilib ishlatishadi aka. Fishkasi ana shu tishida. Ha. Bular hammasi shu fasonda ayirma bor, motori bir, ha, jez motori bir xil, ha. Bu 3 faska. Ha, buni oxirida yurgizay aka, changi to'g'ri oldiga. Keyingisi sal fasoni kichkina cho'ngroq, kattaroq. Ko'rib katta fason. Jem, mana jem. Buni bu maka, yana jon jem aralash, ha? Makka aka. Ha, maka bular, maka. Maka mana sotosi bilan mana uqalangani, jugori ko'rib turasizlar o'zingizlar. Jurgizing aka. Bismillah. Buni aka mayta zastonkasi bor. Ha, regulirovka? Ha, buni ochsa mana hozir ekan ko'rasiz mana. Ha, bo'ldi. Mana aka to'tayam tasavvur. Ha, bo'ldi. Ana.
ko'rib o'tasizlarmi? Drabilkaning ichini. Maşallah, mana. Hozir bahasini so'raymiz. Qo'l to'xtating aka. Aka mana chiqargan holatini ko'ring. Shunday qilib beradi aka. Boyag'ile tish ha? Buni tishidagi shunday tish. Setkani almashtirib qo'ygansiz bo'ldi. Ha. Mayda setka qo'ysa, budan ham mayda qiladi. Ha, mayda setkamiz bor aka. Hozir Bu mana katta setkagan ha? Ha, bu Makkaniki. Ha, Makkaniki. Ha, bug'doy setkamiz ham bor aka. Bug'doy setkamiz shu drabilkaniki mana bu yerda. Mana aka. Bug'doy setka. Mayda qiladi ekanda bu onda. Bug'doyda Makkani donini. Bunga sotasi bilan, mardaya bilan tashlamaysiz. Faqat donini tashlaysiz. Makkani donini ham chiqaraveradi, bug'doyni ham chiqaraveradi. Mana baykeler, bunagu buğday men arpaning setkasi ekan. Jugorini sotosi men tashlabaysizlar. Потому что jugorini sotosi manda munda 4 bo'lib chiqib qoladi. Al menen bo'lmaydi, ha? Sotosi menen. Sotasi bilan bo'lmaydi. Biroq makaning uqalangani o'zi bo'ladi. Bo'ladi aka. Bo'ldi. Jugorini uqalangani o'zi bo'ladi ekan. Bu shundayli talqon siyoqti qilib chiqarib beradi. Bo'ldi. Aka mana hozir mana shu drabilkamizda aha. molbob qilib somon chiqarib beraman. Boshqacha qilasizmi? Ha, molbob. Umuman mana setkasiz. Setkasi yo'q mana. Ha, setkasiz. Mol, qo'yga emas, Molga. sıyır jegan ha? Ha. Sıyır buna. Sıyır deb aytadi. Uyga tag'roq aytganda, korova. Baringizlar tushuntirasizlar. Bu uyga loyiq to'qildi deb aytadi. Janaqi maydaroq. Al qo'yga loyiq. Aning Bismillah. kichikroq setkasi bor bile, shunda bo'lsa kerak. Ani so'raysizlar. Bu uy jeganga o'ta yaxshi deydi. Ha, kichkina yirik qiladi ekan, kichkina. Bir samanda 30 sekunddan chiqishi bo'ladi. Setka qo'ymasangiz aka, ko'rdingizmi mana maydalashi molbob. Ha, uyga loyiq ha? Ha, Sal cho'ngroq. cho'ngroq chiqadi. Kichkina cho'ngroq, kattaroq qilib turib, buni tip bu uyga o'ta yaxshi ekan. Buni ko'rib turasizlar. Uy aypa o'la jey beradi. Bo'lsa, Xitoydan kelgan cho'ng meshak taqib qo'ysangizlar, o'shaning ichine qo'yaveradi. Biroq yaxshi jog'i chang chiqarib aytgan. O'sha chang chiqarbay maydalab ishlaydiganda, o'shani bo'lajak. Xudo xolasa aka, zakaz berishaveradi, chiroyli qilib yetkazib beramiz aka. Endi pulini kutyotadi odamlarchi. Pulini aytaylik, ondan keyin buni orqadagi kolleksiyalarda ko'rsataylik, ha? Xo'p bo'ladi aka. Bitta chekadan juring, o'sha bunaqa qo'yga loyiq qilib samonni maydalagandan boshlaylik. BD-pressga вообще problema yo'q, samonni qilgandan keyin. Tak, bunun sal kichikroq setkasi bor, ha, bunda? Ha, mana aka setkasi bor. Bu mana shu mayin qilib beradi. Bo'ldi. Bu setkani olib tashlasa, sal yiriroq molga qilib beradi. Ha, bo'ldi. Bu ham universal. Bu jez motor bo'lsa 25 ming so'm. Jez motor buni bo'l, ha? Ha. Shunga alyumin qo'yib bersa 22 ming so'm. Dastavkasi mutlaqo bepul. Qayerdan qayergacha? 7 oblast markaziga. Bo'ldi. Sentrgacha. Sentrgacha. Batkenning sentri, Shunday. Bishkek oyog'i, bu yoq O'shtin sentri, Jalovot sentri, ha? Shunday. Bari joyga 7 oblastga shahar markazlariga 7 oblastga bor yerlarini, bor shaharlarına yetkazib beraveradi ekan. Shunday. O'shaning ichida dastavka. Dastavka ichida. Aha. O'sha 25 mingda 22 ming alyumin bo'ladi. Shuni ichida dastavkasi. Borib, maytda ishlatib, sentrovka olib, hamma yo'g'ini zo'r qilib beramiz. Borib to'kis qo'shishadi. Ha, bu. Kelgan aka, maytda voltmetr tok bilan jihozlangan joylarni Mana pul qancha bu? Cheko 1. Bu ham bir xil aka. Bari bir xil, ha? Bir xil. Bo'ldi. Motorida ayirmasi bor. Bo'ldi. Bu ham 25 ming. Bu ham 25 ming. Dastavkasi bilan borib kulchat etib ko'rsatib beradi ekan buni. Ha, shunday aka. Mana maytda aka, maytda jihozlangan voltmetr mana 222 ko'rsatyapti. 222 deb turadi qana? Maytda avtomat. Avtomat. Avtomatda bodringni qo'yibsiz mana bu. Ha, shunday aka. Qalin jo'g'on avtomat, bilasizlarmi? Shunday. Boyagi uyda avtomatingizlar kuyib qolsa, nichkasini olib kelib qo'yaveradi-ku elektriklar. Ha, buni olib kelsangiz qo'ybay qo'yadi, ha? Ha, shunday aka. Zo'rini qo'yibdir. Bu buni uchun buni fasoni kattaroq. Buni ular. Bu fasoni kattasi, bu aka bu yangi yilga qilganmiz bu yerda. Xudo xolasa buni 28 ming qilib beramiz aka.
Bo'ldi. 28 ming so'm, ha? Ha, bu 28 ming so'm dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Ha, shunday aka. Bu ham universal. Setkalari 3 ta dastavkasi bor. Aha. Cho'ptiki, makka sotasi bilan bug'doyniki отдельный bo'ladi. Beramiz. Hamma yo'g'i bilan o'sha 3 ta setkasi bilan jo'natamiz. Har birida bor, turib, Har setka birida bor aka. Ikkitasiga bitta jo'natmaymiz. Har bitta drabilkaga bittadan 3 ta setka. Ha, bo'ldi. Ikkita drabilkasi bitta jo'natmaysiz. Yo'q. Ikkita drabilkaning komplekti o'zincha. Shunday aka. Vosh, klass. Ishni shunday mayin chiqarib qo'yish kerak. Pul 25. Bu ham 25 ming so'm jez motor. Jez motor. Universal. Bari universal aka bittalar. Bo'ldi, universal. Qisqasi uni tushundingizlar. Fishkasi, ha, garantiya qanday bo'ladi aka? Garantiya kuzov suvarka sohasiga, pichoqlarimizga 1 yil garantiya beramiz. Pichoq bilan kuzovga, ha? Kuzovga. O'zini ehtiyoji hali misol bolg'a, temir tushib ketsa, o'zini aybi bilan tushib ketib, egilib, bir narsa bo'lib ketsa aka, shu yerga olib kelishadi. Pichoqlarini mayli qo'yib beramiz. Shu xizmatimizga pul ham olmay qo'yamiz aka mayli. Ha, bo'ldi. Shu pichog'imizni misol komplekt pichog'ini sindirib yuborsa agar, o'sha komplekt pichog'iga pul berishaveradi. Agar bitta ikkita aqa-baqa bo'lib kattaroq temir ham tushib ketadi-da, bilib bo'lmaydi somonning ichida nima borligini. Ha, shunday. To'g'rimi aka? O'shanda bitta ikkita kichkina tishi sinsa, jo'nli qo'yib berib qo'yaverasiz. Qo'yib beramiz aka. Bo'ldi, u xizmatchilik. Ha, servis xizmatimiz bepul aka. Olib kelishadi aka, bepul. Tishini hammasini bilmay, temirni tig'ib jugurib turib, katta armaturlar. Tishini seli sindirib olsa, unda pulga. Ha aka. Bo'ldi. Olja usulgasi bor ekan. Qisqasi tish, kuzovga 1 yillik garantiyamiz bor deydi. Agarda sizlar ataylab o'le bir buqangizlar bo'shonib ketib, suzib, mayishtirib tashsanda, kuni sizlardan deydi. Jo'ndan-jo'n turib o'le, cho'pni, bir narsani ko'tara olmay, yeyilib, figurasini buzib, bunday sebepsiz ele kichkinakay sebep bilan da yeyilib ketchi bo'lsa, anda biz 1 yilga garantiya beramiz dedi. Motor-chi aka, motor qanday bo'ladi? Aka, motorni ko'rsataylik. Motorni aka biz zakaz qilamiz. Aha. Aka, mana kabel o'zi ko'rsating mana ishga olib kelib. Keng. Mana. Mana Geroy degan motor bosamiz. Qanday? Geroy. Ha, Geroy, aha. 100% medniy deb yozib bering vidkasiga. Aha. Bo'ldi. Aka, kabelsiz keladi. Kabelsiz keladi, bu. Bizga aka bunaqa korobkada keladi. Aha. Buni korobkani ochamiz, biz yurgizib ishlatamiz aka. Bizga to'kka suqib ham olib berishmaydi. Ha. Biz odamlarga mana shuni to'kka suqib ishlatib, brak chiqib qoladi aka buning ichida. Olib qo'yamiz, bu braklarda aka bu ishlamaydi. O'zi to'kka suqsiz ishlamaydi aka, brak bo'lsa. Buni aka ishlatib, ko'rsatib aka keyin yuboramiz. Bunga aka bizga garantiya umuman to'kka ham suqib bermaydi, biz 10 kunga beraveramiz. Bo'ldi. Probniy qilib, ha? Bo'ldi. Aytib o'tadi. Bunog'ini biz sotib olamiz deydi. Provod jo'q keladi deydi, bunda korobkada. Biz o'zimiz ochamiz. Provod qo'sh qilib turib, drabilkani ishlatganda baribir provod qo'shiladi, ishlatib ko'radi. Biroq bo'lsa sirasi chiqarib tashlaymiz, ishtaganini qo'shamiz deydi. Ma'qul, biz zimpimdan ashibga ketib, biz ishlatib ko'rasizlar, 10 kun ichida ishlatsangizlar, uyingizlarga jetib ishlatsangizlar, o'sha 10 kunda polibom Qirg'izistonning любой burchiga 2 yo'l borib kelasizlar, ishlatib ta ko'rasizlar. 10 kun buga garantiya deydi. Boshqa qo'yib berib qo'yasizlar, ha? Shunday aka. Bo'ldi. Yangi qo'yib beramiz. Endi trexfaskani aytaylik aka. Aka, bu 3 fazamiz. Mana u jemniki 250 kiloni bitta to'gib turishidan ustidan keyin qilaverayotgansizlar. Aka, hozir mana shu 120 lik pressda hozir ishlatib ko'rsatib beraman. Qancha sekundda chiqarganini shu video davomida o'zlari ko'rib olaveradi. Bo'ldi. Hozir odamlar o'zlari tushunadi. Mana motor 11 kilovat aka. 11 kilovat. Rossiyskiy motor. Bo'ldi, rossiyskiy motor. Bismillah. Aka, bismillah. Bu tomonga o'tib olasiz. Bo'ldi. Bismillah. Mana yaxshi jag'i. Ününü gördünüzler mi ününü? Pay. Cip düzüyordan cipti. Ha, samanlı görümüzler. Çoğun ferması varlar görsün.
aka bu setkasiz holatda. Setkasi yo'q, ha? Ha, setka qo'ysangiz aka bu razmerda ham qilib beradi. Mana bu razmerda, ha? Bo'ldi. Mana shu mana. Bu hozir uyga loyiq, ha? Ha, shunday. Molga. Mana uyga loyiq qilib turib, mana sizlarga drabit etib ko'rsatib o'tadi baykalar mana. Ko'rdingizlarmi? Bu soatiga kuchliligini. 200 ta pirs chiqaraveradi aka. Xizmatga только tornado. Fermangizlarga tornadoni olib borib qo'yingizlar. Motori JES kichkinaylari 25 mingdan, o'rtacha fason 220-28 mingdan. Bu qancha bo'ladi turaq faska? Bu aka 95 ming so'm. 95 ming so'm. Ishlatib, ko'rsatib, o'rnatib berishimizgacha. Ha, ustanovkasi bor, ha? Shitlarigacha bor aka. Hamma yo'g'i jihozlangan. Komplektda ne bor? Komplektda shitlari bor aka, hozir olib kelib ko'rsataman. Bittadan ayting. Tak, bunaqa cho'p. Cho'p tuk ekan bunaqa. Ko'rdingizlar, bunani turtib kiradi. Безопасность ko'rdingizlar. Bunaqa yerda. Mana aka. Ha, bo'ldi. Avtomat. Hamma yo'g'i jihozlangan. Ijtimoiyni chiqaribsizlar. Ha, bunaqa bo'lsa jemdik, ha? Ha, bu yemdiki aka. Buni boltda olib, buni qatirib, bug'doy makkani solib ochib qo'yaveradi. Bo'ldi. Ishlataveradi. Bu obyemoarlarga, je bo'lsa jem, cho'p olib satam, jem satam deganlarga mana 95 ming so'm ustanovkasi bilan polniy avtomatlarga cheyin qo'yib berayotgan. Ko'rdingizlar? Bordi komplektatsiyadan 3 setkasi bor, ha? Ha, buni aka 4 ta setkasi bor. Ha, 4 ta setka. Un holatda, bug'doyni un holatda ham qiladi-da. Ha, bo'ldi. Budayni unday qilib talqon. Shunday. Budayni baya talqon qilam deganlarga, otalar qilib ichem deganlarga mana ko'ringizlar. Anan bunday qilib ham chiqaradi, ananday qilib, ha? Ha, aka undan ham mayda qilib chiqaradi bu. Ha, bo'ldi. Undan ham mayda qilib chiqaradi. Bu 3 fazata bu. Eme qiladi. Eng katta setkasini qo'ysa bunday qilib chiqaradi, ha? Ha, Shundaymi? Eng katta setkasi. eng katta setkasi xuddi bundan ham hali mayin qilib yuborishi mumkin. Ular 4 xil setkamiz. Bu 5 setka, 3 ta yemniki, bitta cho'pniki bor. Bo'ldi. 3 jemniki, 3 turli. Ha, shunday aka. Qalin, cho'ngroq qilib tovuqlarga qalasangizlar janaqinday o'rtoqlat molga anan o'ta talqon qilib da chiqarib beretgan. Ko'rdingizlarmi? Shunday 95 ming so'm bo'shol nasatkalar bilan beretgan drabilkaning qorozi, ko'rib o'tasizlar. Endi buni art tomonlarga o'taylik. Orqalarga bunaqa drabilkalaringiz ko'rsataylik. Drabilkadan sirtqari tachkanda o'zincha строительствоda yezdib ishlatgan o'zgacha tachkalar bor ekan, bunda aytamiz. Anan qo'yga tapchan. Ha, shunday. Buna qo'ydin sulusini baqqanlarga tapchandan onday svarkani ezib ishlagan kishilarga qilsangizlar yaxshi. Tuz, qirlu, udobniy bo'lib chiqadi. Bu drabilkalarimiz aka. Tornado drabilkasi O'zbekistonda mana shu xampali drabilka bilan nom qozongan. Hozir bari O'zbekistonda. Shuni bilan ataqtu bo'lib, qiyin bo'lib chiqqan turadi. Mana shu fason bilan, ha? Ha, shu fason bilan tornado shu cho'qqiga chiqqan aka. Endi sekin-sekin rivojlanyapti, ko'payyapti, assortiment, qo'shimchaliklar bo'lyapti. Endi aravaga kelsak aka. Buni pulini aytmay qoldik. Bularda aka 22 ming so'm. Alyumin motor bular. Alyumin. 3 ming so'm ayirmasi bor ekan. Ha, 3 ming so'm. Alyumin qanday bo'ladi? Qanday chidaydi nagruskaga? Ayirmasida yo'qmi 220 ga? Ko'p joyda 180 to'ki bo'lib qolsa, alyumin tavsiya qilamiz. Ha, va to'q slabi joylarga, slabi joylarga. To'k zo'r bo'lsa, jez beramiz. 170 dan tepasiga ishlayveradi alyumin. Bo'ldi. Buning o'zindagi ortiqchiligi bor-da, to'q slabi joylarga buni qo'ysa, tishi zo'r qiynalmay chiqaraveradi. Ha, shunaqa aka. Bo'ldi. Maza qilib ishlatishyapti aka odamlar. Har bir narsaning o'zining plus minusi bor. Tachkangizning o'zgachaligini ayting bu. Tachkamiz aka. Tachkasi. Bu tachkamiz konteynerdan bunisi. Ha, konteynerdan. Bu soplari ham konteynerdan. Buni konteynerdan. Ha. Buni tagi buni ketganda konteynerdan. Ha, baq shu buni da konteyner. Ha, shunday aka. Bo'ldi. Yuk tushadigan joylari bari baquvvat. Zanglamaydi. Ha, konteyner zanglaydi. Svarka qilgan yerlarini maylab qo'yib tur, kraskalab. Ha, shunday aka. Baquvvat. Zakaz berishaveradi, qilib beraveramiz aka. Bo'ldi. Bu qanday bo'ladi bog'lari? Bu konteyner listdan qilingani aka 4,5 ming so'm. 4,5 ming so'm. Bu yangi listdan qilganimiz bor mana aka. Bu ne list bu? Konteyner emasmi bu? Bu konteyner emas, bu yangi list. Biroq buni karkas ko'targan. Buni yerdan kelib, bu biroq konteynerdik, ha? Ha, konteyner aka. Bu qancha? Bu 5,5 ming so'm, bu
4,5 ming so'm. Nega bu list zo'r listda? Bu yangi listda, qimmatda. Ha, bo'ldi. Yangiligiga. Yangi listdan qilib beramiz. Bo'ldi. Qisqasi balonni ko'rdingizlar. Men o'zim o'sha yerda aydab ko'rdim. Kelganda aytdim-da, buni eshakdek qilib bayog'ында stроительстволарга sement taşı, taş taşı ishlesang hech narsa bo'lmay turgan tachkalar ekan. Bo'ldi. To'g'ri. Kuchli bo'ladi ekan. Maza qilib ishlatishadi ularda. Anan tapchan jasab o'tadi ekansan buni yoqlarda har qanday qilib figuradachi. Ha. Birinchi buni bitkoningizni ko'rsatib qo'yaylik. Bu jo'nda klassik tur ekan. Почти kvadratniy stilda. Buyursa mana 4 ta urg'achi yaxshi qilib sotib olsangizlar, o'sha yerga olib kelib qamab qo'yasizlar, qo'chqor. Tak, qancha razmeri? Bu 2.10 ga 1.60. 2.10 ga 1.60. Ha, tik burchli. 4 ta 5 ta qo'y общий sig'averadi. Aka, aytdan aka eshigi bor. Bo'ldi. Tayda polda oldan axlati tushib ketadi pastga. Ha, bo'ldi. O'sha yerdan janaqa chig'indilari o'sha yerdan chiqib ketadi ekan, aslida tushib. Qancha santimetr bu? Men so'mim katta ekan. Men so'mim nech kerak tug'anlar. Va polban kishilar so'may batmay qolishi mumkin. Bu yig'ib chachiladi. Ha, polni ya. Dastavka qilganda polni chachiladi. Ha, shunday aka. Bo'ldi. Eng jo'g'on jeri mana bu bo'ladi o'xshaydi, chachilganda. Ha, yo'q, bu ham bitta chiqadi aka. Mana shu oldi tomoni mana. Ha, bo'ldi. Bitta chiqadi. Bo'ldi. Ko'rdingizlar, o'sha yoq 1. Ushul qancha bo'ladi, misol, ushul turishi ushun. Buni dastavkamiz ama dastavka o'zlari buni dastavkamiz yo'q. Bungalik hali mashina gaplashganimiz yo'q. Bizda batta aka buni oxiri 24 ming qilib beramiz. 24 ming so'm shu yerdan kelib olib ketish. Bo'ldi. Jallovatib do'stingizlar bo'lsa chalasizlar, Kurgoyga yaqin yer, Jallovatning etek jag'i keletdagi mashinasiga yuklab 2 minut yursa Kurgoyga chiqib gruzoylar tosib solib beradi. Keyin razmerlarini, joylarini, metrini aytsa, o'sha razmerlariga, joylariga qarab, metriga qarab ham qiyasa beraveramiz. Misoli, o'sha aqchasi razmeriga qarab o'zgaradi, ha? O'zgaradi. Bo'ldi. Ustidan cho'ngroq bo'lsa kichkina qo'shiladi. To'g'ri. Bo'ldi. Temirdan metr kvadratini qaraysiz, kuvni. Ha, aka bu baquvvat temirlashdan, rossiyskiy. Buni fishkasi qo'chqor suzisi yilib ketmaydi, qimmat temirdanmi? Aka, bu egilib ketsa bepul beramiz. Ha, bo'ldi. Men aytayın deganim, bu videoda bilinbeshi mumkin, mana. Qorolarda yuribizda baribizchi. Ko'p tapchanды kishilar o'zlari svarkalab oladi, birovni olib kelib jaldab svarkalatadi. Просто bu kishi mana o'sha shiretu svarka bo'yicha slishkam kuchli kishi ekan. Bunday grubiy uyat so'z bilan aytganda to'qimni jeb bitgan kishi usul o'ta zo'r qilib, bishiq qilib jasab berdi. Qiyin svarshikni jasagani bari boshqa bo'ladi. O'shaning uchun shuni sizlarga sunishtayman. Drabilkani o'koni olsangizlar, почти dastavkalar bilan 50 mingga o'ratganda, drabilkani buyursa. Shunday. Juring onda narxi jaqlarga o'taylik. Nol jaqda mana o'zlari jasaydi ekan, mana tachkalar jasalib o'tadi. Tetaqda mana drabilkani karkazlari chiyilib o'tadi. Mana usta aka o'zi yordam berib o'tadi. Ana nol jaqda temirga qarab chiqarib beraverayotganda, qisqasi o'rtadan bo'l desa, bunundagi temirga qarab pul chiqarib berasiz. Ha, shunday aka. Pulning bahosini aytaman-da. Aka, mana bu maktab paqir bo'ladi. Chelak, ha, bo'ldi. Chelak, o'rtada ham chelak bo'ladi. Neydi-da, chaqa. Bu qo'y bu yerda oxir bo'ladi. Aha. Buniki отдельный oxir bo'ladi. Buni qo'yishcha. Aka, buni o'rtasiga reshetkani olib qo'ysa, 6 setda qo'y boqsa bo'laveradi. Ha, bu universal bo'ladimi-da? Universal bu. Buni olib qo'ysa, ko'pgina qo'yni qamaydi. Aytay, qo'chqor, katta qo'chqor boqaman desa, mashina ichiga qamab qo'yadi. Bo'ldi. Tayi pol bo'ladi buni ham. Bo'ldi. No'g'o bunday ekanda, cho'ng qo'chqorni qamayim suzishib desangizlar, o'zincha bo'lasizlar. Mana bu yerda ikki chaqa turadi. Biri bu yerdan, biri bu yerdan, bu o'zincha. O'rtada reshetka sinimayishi ekan. Agar yo'q 5-6 qo'zini Joshuvada qamay berayim desangizlar, chechib qo'ysangizlar bo'ladi ekan. Yo'q qo'yga qo'chqor sakirib qo'yadi, qo'chqor bu yoqda tursin, qo'y bu yoqda tursin desangizlar, o'zingizlar logikani tushundingizlar. Buning razmeri qancha? Bu 240 ga 140. 240 ga 140. Bo'ldi. O'sha tapchani bilan qancha bo'ladi bu? Bu tapchani bilan 28 ming so'm. 28 ming so'm, ha? Pollari bilan. Baykalar. 4 ming so'm ko'chada bir choy ichsangizlar qoladi. Biroq bunday moshning olingizlar, shundaydi. Qarangizlar, bir dog' aylantirib ko'rsatib qo'yayin. Aytayin deganim, buni qarangizlar, o'rtasidagi sinimayishlar ko'rdingizlarmi? Bu dog' o'zincha bir keremetda. Bunday.
4000 сомго bir ustaны алып келип, темирди алып келсең, ошодон көп болуп кетет да, разницасын көрдүңүздөр. Тим болду акырлар. Акыр листти коюп бересиз да? Ha, listdan Бул qo'yib бүт элек азыр, а? Bitgan yo'q hali. Болду. Qolini ham yo'g'ini qo'yib beramiz. Любой формат, любой фасонда жасап бере бересиz. Ha, tom qilib bering desa, tepasiga tom ham qilib beraveramiz aka. Бардыгы темирдин пулудан разница болот. Ha, qo'shilib qoladi puliga. Tepasiga o'sha tomini ham yechilib, taklanadigan qilib beraveramiz. Болду. Муну азыр чечип бир шойынчап кетеби же бул чечилеби? Бак ойлойм. Chachiladi, bir chekkaga joy bo'ladi. Болду. Hammasi ajraydi, chiqadi. Oshiq-moshiqlik. Siz торнадонун бир тапчанын эме жасаң, клетка. Тапчан эмес, клетка жасай бересизби айтса? Кой камай турган клетка болот го, 4 пуштук. Мал базарга барганда мүнөттө 4 пуштук клетка кылып. Ошондо жасап бересиз, а? Ha, Alloh xolasa. Мына сизге эми арашыновоттор чалсын. Мына урматтуу арашыновоттор, сиздер мына койлоруңуздарды выставкаларга камайсыздар. Мага мынау кишинин мындай насыщенность деп коебу, кандай же сочный мындай көзүңө кармасаң дагы мындай бекем, мындай бышык, көпкө чейин колдонгонго жете турган бир көзүм жетип турат да менимче ушуну колдонгон. Баягы выставкаларга же эмелерге ушундай размерлериңиздерди айтып, ушу кишиден клетка жасатып алыңыздар. Клетка кичинекей эле болуп жыйылат бир чекеге. Арзан эле алып келип аласыздар. Мына мал базардан Бишкекке кайткандар алып келет, мал базардан региондорго алдыртып аласыздар. Клетканы дагы метр квадратка жаса, кубга карап темирин жасап бере бересиз, а? Топа-туура. Клетканы билесиз. Клетка мал базарга машинанын көтүгө коюп алат го. Болду. Ошо торнадодон сиздер дагы бир жасатыңыздар, ошондой тапчан дагы алыңыздар, бирок бир дробилка корооңуздарды сөзсүз турсун керек болот. Артыкчылыгын айттым. Чөптү чаң кылбастан, кум кылбастан мондай кылып кесип берет экен. Тишинин фишкасы ушул экен. Анда Жалал Абадка келиңиздер, болбосо ар бир облустун борбор калаасына жеткизип берет экен. Доставкасы ошонун ичинде, баарын айттык, кыскасы иштин майыны чыгарган жер экен. Ушул жерге келдим, мен дагы чын жүрөктөн ыраазы болдум кылган ишинечи. Буйруса Беловодскийге же мынау кетет, же мынау кетет. Бир дробилка буйруса Беловодскийге мына арашанчы бир байкебизге кетип атат. Биздин жамаатка мына биринчилерден болуп барат. Эгер жаккан болсо, ишенем жакса керек, ушу биздин жамааттагылар дагы буйруса сизден алат. Кудай кааласа. Пробник апарайык, а? Жамаатта 32 киши бар. Жаккан болсо, камida бир 10 тасы алат. Хоп болор ака. Келишип чырайлуу кылып коюп беребиз ака. Болду, машалла. Анда видео жыйынтыктайбыз. Кана жок дегенде комментарийге жакшы ой калтырып, акебиздин мына кылган ишини бир баалап коюңуздар. Кылганда да майыны чыгарып кылып атыптыр.